kvartirani pulini to'laysan, keyin kirasan. Hali shunaqangi joyga ishga kirib basharani pul bilan urib olib. Nima? Tushunmadim. Diplomimni olgani keldim. Ishga joylashganligingiz haqida spravka olib keling, keyin beramiz. Ishga kirmoqchi edim. O'qishni bitirganingiz haqida diplom olib keling, keyin o'ylab ko'ramiz. Qaynoqchilik qilsam, studentman, odamman. Bitta ovoz, bitta Pepsi, tekinga qara. Nechta ovoz yig'ding? 8 ta javob qoldi lekin. 10 ta qilgin, bitta Pepsi beraman. Ishla uka, ishla. Sumkani bering, men ketdim. Ishla. Bering. Voy, o'tir. Shundoq yerni adirasan, uyingga keturasan. Xo'p, aka. Studentmisan? Studentman. Kim bo'lasan endi? Doktor? Ishqilib hech kim kasal bo'lmasin de. Nima? Bo'ladimi? Bo'ladi. Rahmat. Kim bu? O'qishimning rektori. Yaxshi inspektormanman. Sodiqa, Bo'ladi. ertaga inspektor formada kelgan. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Aka, bitta iltimos bor edi. Hop, bitta ovoz, bitta Pepsi. Studentmisan? Ha, Qaysi soha? arxitekturnikda. Ishqilib yurtimizda yer qimirlamasin dey.